qarasam yurishingiz boshqacha. Keyin men nima dedim? Yo'q, sizga opa o'xshamayapsiz. MRTga yubordim. Bularni MRTga yuborsam, MRT beli ham yaxshi emas, to'g'ri. Bel chunki tas qiyshiq yurgan. Hop, yuborsam o'ng tomoningizda 3-stepen, chap tomoningizda 2-stepen koksartroz chiqdi. Buni boshlanganiga o'zi sizda kamida 2 yil oldin boshlangan. Suyakni boshchasi yemirilib, o'rni o'zi boshqa tog'ay bilan yopib qo'ygan. Bu degani ancha vaqt ketadi bunga. Sizni to'g'ri tashxis qo'yilganda edi oldin. Yo'q, belimga umurtqam qisilgandan keyin davolanganim yo'qman. Faqat dori berdi. Qoldi bu. No, xo'p, tas haqida gap ketmadi-yu sizda. Nima uchun bu videoni olyapmiz? Bunaqa holat ko'p uchraydi. Belim og'riydi deydi, oyog'im tortadi deydi-da, buni hamma beldan ekan deydi-da, belni davolab yuraveradi. Tazni hatto MRT ham qilib ko'rishmaydi. Nima ketdi sizdan bitta MRT qilib ko'ringlar tazni. Uni o'zi ajratib olish ham oson emas bu tazdanligiga. To'g'ri, uning uchun ozgina praktika kerak. Men o'zim aytar edim, shu filmning boshi men kasalim bor dedi. O'shaning uchun azizlar, to'g'ri diagnostika har doim lecheniyaning birinchi bor. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi.